Mening faqat qaynab chiqqim yo'q. Bir odamni bekat tillığım yo'q. Lekin aş anglagan gaplar mening qursig'imni ko'ptirib qo'ydi ekan. Qanday gap desanglar, bunday gap tuqqanlar. Men anglagan gapda aş Dilxushga Xayrigul degan qizalligimiz soatni biz top taqib beramiz. Aşu qiz soatlarni biz ne chiqdi deb. Qachonroq siz ne chiqqan bo'g'itim. Faqat esim qololmadim men. Ma qoplama oltin soatlarni meni qandaqdir ma'lum bir pifa ta'minlamaydi. Men bevosita zavodni chiqaman. Şuna her qanday yerda 1 yil bo'shan desa, mana men maydamga urib turib 3 yil bo'shan deb turib satdim. Uningdan boshqa ma soatninki ma bog'lari, ham insonchilikda buning oltinsimush beshida emasmi? Ma bog'lari mo'lib ketadigan taqash jarayonida ancha muncha surilib ketadigan ishlar bo'lib qolsa, men dedim xaridorga, siz faqat kirani ko'tarib bering, men buni zavod qisilib, zavoddan mush bog'larni qaytadan yani tadazut deb yep-yangi oltiga akab mahalat qilib beraman, 3 yillik bo'shan kapolat beraman dedim. Uningdan boshqa top soat oldiganlargimi top taqitman. Mana top aldıgan tuqqanlar, her bir paslın, nusqa demsiz, hamma nimisi mush bojanlab manda keldi. Ma topchilik qilib baqqanlar bilisizlar. Pason nusqalari o'xshamaydi tuqqanlar. Her bir mallarimizningki mush nusqa bo'yicha ko'rdinglarmi? Pason. Balam, ekranni kayni ekran qilib, men ichini bir ko'rsatda, men o'zim ko'rsatib to'xtab turinglar. Mana ma soatlarni ko'rsanglar bo'ldi. Qanchalik lozim? Muşu gang kömüş saat digerlergi mi? Kömüş saatinin mi? Mana muştaq topu bilen bacı mı? Mana görsenler buldu. Mana ben sürana bilen yakka. Muş saatlerimizden kaplama altın saatlerimizden çöğenzdon motor deyimiz, may motor deyimiz, 3 tillik, 1 tillik, gangba, xırımba, hemmelerden nuskılır toşaq ba. Obdan bilvas, obdan körü vasanlar buldu. Mana muşunun hemmisi saat. Onun üstüge saatlerinin hemmisi mana muşunda kapları bilen, meyli top ilin, meyli paç ilin top ağallığın muşu kapları bilen anadınkin ama cendin bogos dep kapsız mana. Hemmi nimelerden müştaq berimiz. Satsanlar buldu tuqqanlar. Sizlerning saat satqanlarga ve yoki boshqa zibuzinatlar satqanlarga meninki qursig'im ko'pmidi. Faqat osh Dilxushga Xayrigul xonimning bütün saatlarini biz ta'minlab beryapmiz degan gapinglar qursig'im ko'pdi. Qaysi zamonlar turib sizlar bilan birga o'tirib choy ichib baqqan bo'g'itdim. Qachonlarda bir sizlar bilan bir robro ko'rishib baqqan bo'g'itdim. Ajab men bilmay qoldim. Palonchimning do'kundagi mallar biz ta'minlagan mal. Obro' ish emas, o'jimi? Qat'iy obro' ish emas. Özünüz mal bəgəllərə mən mal verdimdən. Ya əmdi saatlarınız qoldan çıxmay qaldı mı? Siz xəqi deydikken, siz xəq şu. Manda bazar köyge qışımızға kirdik, kirib manda qırab, oy, falan yedik saatdən yox ki, siz de cep sizlik saatlarının türü oxşumaydı ki, dep bizde barmış o əzəldillah desək, anadınken deyilib qaldık ya. Falançım, manda dəvatqan, anda dəvatqan dep. Men de ba fakat bir qancha xil saat sizde ba ki, şunu ko'rsatib, ma soatni Xayrigul men bergan depsiz. Xaq mendan mushuning boshda 1,5 gram oltin suvami deb so'rayotdi. Mana ma oltin, Gold Joker, Marksdan tatib opma o'xshashga. Endi men uqmadim. Siz shu 1,50 necha 60 necha oltin suv deb satqa o'xshaysiz buni. Lekin men satqanlarninki unda oltin suv 1,50 necha oltin suv yo'q, ma bog'larda oltin suv yo'q, beg'ida oltin suv yo'q. Buningga padas urib etgan narsa. Lekin men dedim go, da surilib ketadigan andamda ish bo'lib qolsa, men buni siz faqat krani ishkirib borgan kelgan krani ko'tarib bersangiz, men buni yep-yangi oltiga kelib berman. Buni oltinsi, mush bütün qaplama oltin soatning oltinsi mana mush yerda ufqam ekilar. Mafkamning qo'ldagisi mavu mana sap oltin soat, mushuning 3 necha gram oltinsi bor? 3 gram ma. Mushuning shu 3 gramdek oltinsi bor, lekin ma soatning mush yerlam oltin, qag'ayir oltin emas. Muş qaplamalarning mush yeri oltin qag'ayir oltin emas. Men ashunda shu xaridor rostga qilib sotadi ekanman. Yog'anchilik qilib, odam aldab ish to'shimaydi. Yog'och qozon faqat bir qitimlash pishidi. Shu haqsiz, haqqa nima degan bo'lsangiz, haq shu gapni mening qishimga deb keldi. Shunga ama to'nqanlar bir mal sotgan vaqtimizda o'zimizning parani qilgan bo'lsak, uning buni haqni sotayotgan mallari o to'g'risida bek muloza qilishmagan bo'lsanglar. Mening xaridorlarim bildi. Men qaplama oltinlarni bir bevosita qildirgan bo'lg'achqa, odatda xaridorlarim har qanday bir nusxani mana bunda yozib bering desa, shu